Sizlar bilan Figma haqida tushuncha olamiz. Figma o'zi nima qiladi, qanaqa ishlaydi, nimalar qiladi, shuni bila olamiz. O'zi bilsanglar, Photoshop bor, Illustrator bor, asosida ishlatiladigan va bundan tashqari Figma bor va yana qo'shimcha ko'p programmalar bor. Asosiy mirovoy o'rinda ishlatiladigan narsalar bular o'zi o'sha Illustrator, Photoshop va bundan tashqari Figma dasturi bor. Figmani o'zi asosiy eskitdan vazifasi bu UI terish bo'lgan, UI UX terish bo'lgan. Sizlarga mana vizual ko'rsatib ketaman. UI o'zi nima, qanaqa qilinadi. Kelinglar bitta saytga kiramiz. Madaniy degan saytga. Mana любой bir saytni qilishlaringdan oldin uni UI qilinadi. Mana shu UI UXlari prilojeniyada ham, telefonda ishlatganlaringda ham hammasi birinchi UI qilib chiqiladi-da. Ana undan keyin razработкаga o'tiladi. Razработкаga o'tilishdan oldin mana shunaqa mijozga полностью nima ishlatishi, qatga qilishi, qaysi knopkani bosganda nima bo'lishi hammasi mana shunaqa ko'rsatilib, chiqilib klientga tasdiqlattiriladi. Tasdiqlattirilgandan keyin bu уже razработкаga o'tiladi. Любой bitta proyekt misol uchun kelinglar, men sizlarga ko'rsatay, tasavvurga ega bo'lishingiz uchun Turan Machinery degan proyektimiz bor. Turan Machinist. Va bunaqa biz UI ni qilganmiz. Bitta endi aniqaga ham o'tib olamiz. Kelinglar. Turan Machinery. Mana bu proyektni UI ni qilganmiz, klientga ko'rsatganmiz, klient tasdiqlagan. Mana shunaqa ko'rinishda UI ni qilganmiz. Klient ko'rgan. Klientga ko'rsatganmiz va klient tasdiqlagandan keyin mana ko'rishingiz mumkin, razработчиклар buni web razработкasiga o'tishgan. Mana bu mana real time'da saytda ishlash. Ko'rishingiz mumkin bu holatdagisi va UI terilgan holatdagisi. Qanday bo'lsa, shunday ishlatiladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Figmani asosiy vazifasi shu bo'lgan. Oldinlari shu bo'lgan. Oldin ham, hozir ham shunaqa UIlar teriladi, prям maksimal darajada udobniy qilingan. Endi lekin uni dizayn sohasida ham ishlatishgan. Dizayn sohasida O'zbekiston o'zida juda kamdan kam odam ishlatadi. Ko'proq bizda Photoshop, Illustratorda qilishadi. Lekin bu Figmani nima qulayligi bor, afzalligi bor degan savol tug'ilganda zilida shunaqa javob beraman. Figmada sizlarning kompyuterlaring обязательно мощный bo'lishi kerak emas, такой kuchli kompyuter bo'lishi kerak emas. Легкий такой standartniy kompyuterlar bo'ladi-yu, $400-500 kompyuterlar. Shunaqa kompyuter bo'lsa bo'ldi. Figmaga ulanasizlar. Bu internet orqali ishlaydi. Internet orqali o'sha hamma kuchini ishlatadi. Qancha internetlaring tez bo'lsa, shuncha yaxshi ishlaydi. Shu maqsadda qilinadi. Bu yoqda любой bir qilgan ishlaring saqlanib qoladi, o'chib ketmaydi. Bu o'sha qulayliklar uchun ham zo'r. Ikkinchi masala bu jamoaviy ishlash uchun zo'r. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, Figmada bitta proyekt qilayotganda bir nechta odam, 50 ta, 100 talab odam kirib, jamoaviy change qilishi mumkin, o'zgartirishi mumkin. Misol uchun men masalan boshqa joyda bo'lib qoldim, yonimda kompyuter yo'q, lekin mijozdan qanaqadir buyurtmani change qilish vaqti kelib qoldi. Sizga telefon qilaman, sizga aytaman, siz kirib o'sha srazu to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi. O'sha qulayligi shu. Agar biron bir Illustratorda, Photoshopda qilgan bo'lsangiz, uni olib turib o'sha odamga tashlash kerak, u faylni ochish kerak, u ochadimi, yo'qmi degan savollar tug'iladi. Ochgandan keyin uni to'g'irlash bor, shu muammolar chiqadi. O'sha uchun shu narsalardan ehtiyot bo'lib, hamma nimasini hisobga olib, mana shu programma qilingan va shuning uchun ham bu juda mashhur programmalardan hisoblanadi. Biz absolutniy studiyada 75% proyektimizni shunda qilamiz. Endi qulayliklari kam, kстати, Photoshopga o'xshab yoki Illustratorga o'xshab, o'zining instrumentlari ko'p emas, kamgina. Bu yerda nima qilamiz? Collab qilamiz. Ya'ni Illustratorda chizib olgan narsamizni bu yoqqa o'tkazsak bo'ladi. Photoshopda to'g'rilab olgan narsamizni bu yoqqa o'tkazib ishlatsak bo'ladi. Shunaqa qulayliklari bor. Kelinglar, endi biz programmaga kirishdan oldin bitta ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmaga kirganlaringda sizlarda mana bunaqa 1000 ta okno chiqmaydi bizga o'xshab. Aslida mana bunaqa ko'rinishda chiqadi. Bu yoqda ham ishlama bo'lmaydi. Ko'rgan. Bu sizlarning oxirgi o'sha ishlatayotgan proyektlaring yoki nima qilgan bo'lsangiz, shular ko'rinib turadi. Qaysi proyektni ishlatgan bo'lsangiz, o'shani ko'rsatib turadi. Plus bizda mana bu yerda akkauntlarning o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bo'ladi. O'sha ma'lumotlar asosida sizlar kirib ko'ra olasizlar. Mana bu joyda akkaunt bo'ladi. Bir nechta akkauntni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Bizda mana ikkita akkaunt ulangan, bitta bepuli va pulligi. Kelinglar biz mana bu yerga kirib birinchi pulligiga kira olamiz. Pulligi deganimda men bilasizlar student emasman. O'sha uchun men sotib olishim kerak. Shu uchun sotib olingan versiyasi bo'ladi. Har doim mana bu yerda pro yoki free bo'lib turadi.
Prosta sizlar xohlagan ishlaring qila olasizlar. Freeda faqatgina uchtagina stranchka ochib ishlata olasizlar bo'ldi. O'sha taraflari bor. Pro versiyaga kirganda mana shunaqa funksionallari chiqadi. Bu yoqda bizda ko'rishingiz mumkin. Community bor. Communityda nima bo'ladi? Bu yoqni tushundinglar, akkauntda to'g'rilanadigan joyda bu yerda уведомление. Ya'ni уведомление qanaqa? Buni ham jarayonda tushuntiraman sizlarga. Уведомление bu, misol uchun, qaysidir user bitta proyekt ichida sizlarga kommentariy qoldirsa, men bu ishni to'g'rilab qo'y deb turib kommentariy qoldirsa, sizni atmetga qilsa mana shunaqa уведомление keladi. Yoki o'sha proyektdan keladi. Bundan tashqari qaysidir proyektga asset bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni biron bir odamni proyektga qo'shmoqchi bo'lsangiz ham, mana proyektga qo'sh, edit versiya ber desa, edit versiya berish uchun mana bunaqa requestlar keladi. Ya'ni tasdiqlash yoki tasdiqlamaslikdan knopka keladi. Mana shu уведомлениеda asosan shu ish qilinadi. Endi pastga tushsak, bizda recent bor. Bu oxirgi ishlayotgan proyektlaring bo'ladi. Nima qilgan bo'lsanglar, undan tashqari bizda community bor. Community degan narsa nima? Boshqa platformalarga qaraganda community zo'r narsa Figmada, ya'ni sizlar biron bir loyiha qilyapsizlar, loyihaga sizlarga shablon yoki nimadir kerak. O'sha nimadir kerak vaqtda sizlar communityga kirib, mana bu yerdan search qilib topishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, oddiygina banner dizayn kerak, shablonni ko'rmoqchisizlar yoki qanaqa tayyorlanishini, nimalar ishlatilishini ko'rmoqchisizlar. O'sha yerdan olib, shuni kopiya qilib olish ishlatishingiz uchun zo'r. Community shu zo'r. Veb-saytlar misol uchun ba'zi bir joylari bor, veb-saytlarni noldan yasash kerak emasda, qaysidir qismlarni. Uni prosta olib turib tayyordan foydalansa ham bo'ladi. Chunki 10 soat qilgandan ko'ra tayyorni olib ishlatib olgan yaxshiroq. Endi tez proyektlarda, misol uchun men ham ko'p loyihalarimda shunaqa qilaman, o'zim uchun baza qilib qo'yganman. O'sha bazadan olib foydalanaman yoki communityga kiraman, bu yoqqa kiramanda yoki internetga yozaman. Misol uchun Figma deb yozsam, misol uchun bu registratsionniy panellar anaqasi, kirish qismida. Mana bu yerda ko'plab nimalar chiqadi, shablonlar chiqadi. Men timda bossanglar, template chiqadi. Ba'zi birlari free bo'ladi, ba'zi birlari pulli bo'ladi. Sizlar mana bunaqa communityga o'tvoradi. Ko'ryapsizlar? Tayyorni olasizlar. Misol uchun men bu stil menga yoqyapti. Bunda bossasizlar, free mi? Qani? Tekin ekan. Bossasizlar, qaysida ochamiz? Teamdami, bundan brendingni ocha qolamiz. Ochganimizda avtomatik bizani o'zimiz pejga, Figma pejga o'tvoradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tayyor shablonlardan olib foydalansangiz bo'ladi. Mana shu Figmani communitysi zo'rligi, dizayn qilib qo'ygan. Tayyor o'sha dizayn bor, men bilan ham bor. Nima qilasizlar? Olib turib foydalansangiz bo'ladi. Shunaqa joylari bor, qulayliklari. Juda qulay, ko'p narsa bazada bor o'sha. Undan keyin bizda team ketadi. Bu yerda nima team bo'lishi mumkin? O'zi aslida bu yerda bir nechta teamlar yaratib qo'yish mumkin. Ya'ni bitta userda bir nechta komandasi bo'lishi mumkin-da. Ya'ni men misol uchun pro versiyam bor deylik. Har bitta komandam bor meni. Misol uchun razработчик komandam bor. Jiduda o'zimning komandam bor. Aytaylik, studiyada o'zim komandam bor. Lekin ularga ham, bu yoqqa ham kirib, men mana bunaqa bardak qilish niyatim yo'q-da, misol uchun. Agarda men shunaqa qilishni xohlamasam, bir nechta teamlar ochib qo'yishim mumkin va teamlarga men do'st berib qo'yaman userlarimga, o'zi odamlarga. Plus shuna teamni tanlab kirganimda, bo'ldi, mana shunga tegishli bo'lgan narsalar chiqadi. To есть bu nima uchun? Sortirovka qilishim uchun ishlarim. Bardak bo'lib ketdim. Ko'rdingizmi, ana pro teamimda nechta narsa bor edi, free teamimda mana 3 tagina narsa turibdi. Mana shunaqa team qilib bo'lsa bo'ladi. Proga o'tamiz yana. Mana proda ko'rishingiz mumkin. Bir dunyo narsa bor. Mana bo'lim ajratib qo'yganman. Xohlagan bo'limga kirib ishlatib olishim mumkin. Har bitta teamning ichida ham sizlar o'zingizning proyekt yarata olasizlar. Ya'ni masalan uchun bu teamga kirdinglar, proyektni bossanglar, mana bunaqa narsa chiqadi. Bu nima degani? Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda dasta AI, dasta prompts, dasta creative studio, dasta UI, dasta projects, trash, dasta job, dasta games, for students, team project turibdi. Ya'ni bu bitta papkalar. Bu kakras bir nechta proyekt ichida, masalan bitta proyekt ichida bir nechta loyihalar bo'ladi. Masalan SMD posti bo'ladi, UI bo'ladi yoki qanaqada yana template'lari bo'ladi, bu narsalar bo'ladi. Hammasini bitta papkaga yig'ib qo'yishni kerak. O'sha holatda teamni tanlaysizlar-da, all project tanlab, mana bitta project qilib ochsanglar, misol uchun Jidu Students deb ochsam men, o'sha faqat Jidu Students narsalarni ishlataman-da, shu yerga tiqib qo'yiraman. Ko'rasizlar teamni zo'rligini. Ya'ni bardakchilikni oldini olish uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. Dastaga kirsak, bu yerda ikkita proyekt bor. Mana prezentatsiya KP bor, full task bor.
bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsalar. Har bitta proyekt ichiga kirib ochishimiz mumkin. Mana shu narsa projekt ochish uchun kerak bo'ladi. Bu faqat o'sha professional panellarda, pullik versiyalarda yoki studentskiy versiyalarda bo'ladi. Mana shu eng zo'r qulayliklardan biri. Bu bo'lsa пока что kerak emas sizlarga bu narsa. Trash bo'limi bor. Ya'ni sizlar qaysidir proyekt qildinglarda bo'lmadi u. Короче, ishlatging kelmayapti, request ham, website ham chiqmasin desanglar, любой proyektni olib, trashga tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Uni olib, mana bu yerda move to trash qilib qo'ysanglar, bu trashda qoladi. Bu короче musor bo'lib qolib ketadi. Musor bo'lib qolib ketadi. Keyin Figmada shunaqa narsa bor, hamma proyektni ham o'chirib bo'lmaydi. Ya'ni faqat trashga tiqib qo'ya olishingiz mumkin bo'ldi. O'chib ketmaydi. Faqat ichidan kirib o'chira olasiz. Endi bizda admin paneli bor. Admin paneli sizlarga пока что kerak emas. Tak. Admin panelida mana bunaqa narsa bor. Ya'ni mana pro versiyamda, pullik versiyamda faqatgina o'zim belgilagan adminlar kira olish kerak va ularga change'ga ruxsat berishim kerak bo'lgan narsa bor. Mana shu change'ga ruxsat berishim uchun admin paneli bo'ladi. Mana shu teamga tegishli bo'ladi bu ham. Mana shu teamga. Free ga o'tsam уже boshqa bo'ladi. Admin panel bo'ladi. Shu yerda men userlarni belgilab qo'yishim. Misol uchun men proyektim bor yoki men bu projektim borda, misol uchun men bitta projektim bor. Mana shu projektga faqat bir kishini admin qilib qo'ymoqchiman. Ya'ni Omadbekni. Sizga dostуп beraman, siz kirib ishlata olasiz. Bo'ldi. Boshqa hech kim kira olmaydi ham, boshqa ham qila olmaydi. Mana adminda mana shu narsasi bor. Faqat admin funksiyalari, mana bu team funksiyalarini faqatgina esda tutinglar. Pullik versiyasi yoki studentskiy olganlar ishlata oladi. Tekinlarda yo'q unaqa narsalar. Sortirovka qilish yo'q. Yo'q. Faqatgina studentskiy olsanglar bo'ldi. O'shanda hal bo'lib ketadi. Endi ketdik, pastga tushirsak, start deb turibdi. Bu yerda bizda papkalar turibdi. Mana shu yerdagi papkalarimiz bu yoqqa terib qo'yganman. Ko'rasizlar? Terib qo'ygan. Ashdan olib ishlatishimiz uchun, qulay bo'lish uchun mana ochib turib, bunday ishlatsak bo'ladi. Endi nima qilsak bo'ladi? Biza bu yerda bitta papkani ichiga kirib olib, mana bitta papkani ichiga kirib ko'rasizlar qancha narsa bor. Mana bitta endi create qilsak, o'sha boshqa narsa chiqadi. Ko'rasizlar bizga bu yoqda. Mana bitta all projectga kirganimizda, bu yoqni project desak, boshqa narsa chiqadi. Bu degani nima? Biza har bitta proyekt ichiga kirib, create qilsak, o'sha bizga mana ochiladigan narsada chiqadi. Endi sizlar bu yoqdan qilsanglar ham bo'ladi, yoki bu yoqdan prosta plus qilib proyekt ochaversangiz ham bo'ladi. Endi o'ng tarafga o'tganda ko'ramiz. Bular nima degan? Bizda design project bor, finjam degan project bor, slides degan project bor, boost va site degan project bor. Make degan narsa bor. O'zi bular yo'q edi ko'pi. Mana boost, site, make degan narsalar yo'q. O'zi bular yangi loyihalar, ya'ni yangi beta versiya chiqarayotganda, asosiysi mana design, Figjam и slides degan narsa bor. Dizaynda sizlar o'sha har doim kecha o'tgan safar yig'gan ishimiz bor-ku, ko'rgan bo'lsanglar, kartochka tovar qilgandik. O'sha narsalarni qilsanglar bo'ladi. Finjamda nima qilsa bo'ladi, slaydda nima qilsa hozir aytib beraman. Finjamda sizlar bitta ochib olsanglar loyiha, mana bunaqa qilib o'zinglarni proyektinglarni nomlab, mana bunaqa proyekt bor deb turib, bundan keyin qilinadigan ishlar bunday ko'paytirib, buni qilib bog'lab qo'ysanglar bo'ladi. Etaplarni shunaqa qilib bog'lashinglar mumkin. Shunaqa qilib, ya'ni jamoa ishlovsizlar, jamoa bo'lib ishlovsizlarda, nima deydi, uni sortirovka qilishlaring kerak-da. Qog'ozga yozib, durchkaga yozmaysizlar-ku. Mana shu o'zida turib, masalan, ma'lumotni kiritib, bu yoqda baza qismi deb endi aytolmadim, misol uchun qismi deb turib, qo'yib turib, ibotga уже undan keyingi qiladigan ishlarni bo'limga bo'lim mana shunaqa qilib formasini yig'ishinglar mumkin. Bu sizlarga nima qilib yordam beradi? Ishlaringni sortirovka qilib, etap-etap TZ bo'yicha userlar ishlash uchun yordam beradi. Bu yerda tablitsalar qo'ysa bo'ladi, har xil mana bunaqa qilib tablitsalar kiritsa bo'ladi. Ili har xil mana bunaqa narsa, stikerlar, boshqa narsalar qo'ysa bo'ladi, kommentariyalar qoldirsa bo'ladi yoki pluginlardan foydalanib ishlatsa bo'ladi. Buni asosiy featuresi shu, ya'ni olib turib bo'limlarga bo'ladi. Любой bir xodimlarga kiratdi. Men bu ishdan qilganimdan keyin nima qilish kerak deganini bundan ko'rib ketaversa bo'ladi. Men to'g'risi buni ishlatmayman bu narsani. Sizlar ham agar jamoa bo'lib ishlatsanglar bo'ladi, lekin yo'q menga uni qiyin ekan desanglar, men sizlarga ikkita programmani tavsiya qila olaman. Ikkita programma shu vazifalarni taqsimlash bo'yicha. Bittasi bizning o'zimiz loyiha Dasta AI degan loyiha bor. Bu
u yoqda sizlar o'sha o'zinglarning vazifalaring Telegramda sortirovka qilsanglar bo'ladi, eslatib turadi. Ikkinchisi bor, ikkita variant bor. Bu kompyuterda bo'ladigan variant. Ishlaring taqsimlab, vazifalarni kiritib borsanglar bo'ladi. Birinchisi bu Trello, ikkinchisi bu Notion. Buni eshitgandirsizlar, boshqagandirsizlar. U yoqda mana shunaqa vazifalaringni qo'yib, nima qilishingni kerakligini qo'yib turib, sortirovka qilib borsanglar bo'ladi ishlaring. Kelinglar, vizualni sizlarga internet tarmog'idan ko'rsataman. Trello Notion. Image'ga kirib ko'rsata qolaman sizlarga nimaligini bularni vizualni tushunishini. Mana ochasini hozir ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda vazifalarni kiritib qo'yib, bajardim, bajarmadim deb turib, in progress deb olib ishlatadigan dastur bu. Misol uchun sizlar o'zlaring nima ish qilayotganlaringni bilmasanglar, daftarga chalg'ib ketayotgan bo'lsanglar, mana buni topib turib, vazifalaringni yozib qo'yib, prosesda bajarilyapti, boshqa qilyapti deb jamoaviy ishlasanglar bo'ladi. Mana jamoaviy deganda bitta user atmetga qilib qo'yasizlar, vazifa kiritadi tim, bundoq kiritdi, prosesda bo'lyapti, jarayonda bo'lyapti deb turib, bunday ko'rsatib ishlatib ketaveradi. Bu o'sha bitta timmi ishni sortirovka qilish uchun kerak bo'ladi. O'sha biza judoda ham boshida kelganlaringda ko'rdinglar, bolalar bilan tim bo'lib ishlashni ko'rsatdim. Ularda o'xshamadi. Nima uchun? Birinchidan sortirovka bo'lmadi. Tayinli programma ishlatmadi. Tayinli anaqa, masalan, tim o'zi sortirovka qilmadi, sпрос qilmadi. Mana shunaqa dasturlar bo'lmagani uchun shunaqa bardak bo'ladi. Hamma xohlagan ishini qiladi, bilgan narsasini qiladi. Agar uni vazifasini tasdiqlab, nima deydi? O'zini yuzeriga moslab qo'yib, akkaunt nima deydi, deadlinelar qo'yib qo'ysanglar, mana ko'rib turadi, bir kishi parod qilayotganini birdaniga nechta odam ko'rib tura oladi odam. Mana shu tim bo'lib ishlash uchun nima qiladi? Notion ko'proq sizlarga bir kishi uchun zo'r instrument, ya'ni bir kishi o'zi ishlatish uchun ham zo'r, lekin jamoaviy ishlatsa ham bo'ladi bu narsani. Asosiy bular ikkovi ham jamoaviy. Endi botni men reklama qilyapti demanglar, u o'sha chiqdi, nasibsi dushanba kuni o'sha chiqadi. U yoqda shunaqa vazifalarni kiritib qo'yasizlar, sizlarga eslatib turadi. Telegram o'zida dasta AI degan narsa, menimcha qidirsanglar chiqsang bo'ladi. Istasang ko'rsatib keting desanglar, ko'rsatib ketish mumkin. Telegram bot. Botni o'zida eslatib turadi. Kelinglar, mana reklama bo'lsa ham ko'rsatib ketay. Mana bunaqa bot bor. Vazifalarni kiritasizlar, 1 soat oldin eslatma. Dasta montaj videosini tayyorlashim kerak deb kecha vazifa qo'yib qo'yganda, mana 16:00 jo'natish kerak edi, menga jo'natdi. Bajardim, bajarmadim deb qo'yib qo'yasiz. Bu bir kishiga yo'naltirilgan narsa. Misol uchun, o'zlaring ishlaring bor, kiritib qo'yaverasizlar, tirsiz uchun sizlarga eslatmaga o'radi. Qilyapsizmi, yo'qmi deb ketadi. Bajardim, bajarmadim ketaverasizlar. Bu yoqda audio shaklida ham kiritsanglar bo'ladi. Ya'ni, misol uchun, men mana bunaqa ishimni qilishim kerak deb audioda jo'natsanglar, o'zi sraz analiz qilib beradi. Men buni ham audioda kiritganmiz, nechtadir ish. Mana vaqtim bo'lmasa, audioda kiritib qo'yaman. Plus mini appda sizlar buni mana bunaqa qilib nazorat qila olasizlar. Kirim chiqimlaringni ham, nech pul qatgan nima ishlatganlaringni ham, plus vazifalaringni ham mana shunaqa timeline bo'yicha ko'rib tursanglar bo'ladi. Application bu, monitoring qilsanglar ham bo'ladi. Vazifalarni nimani qatga qilganlaring. Bu tipa qulaylik uchun jarayonda bajarildi, bajarilmadi bo'lib turadi mana shunaqa. Bajarmaganlaring mana bitta, bajarganlaring mana bitta, bunaqa jarayonda degan narsa bo'lib turib, shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Bu zo'r narsa, ishlatib ko'ringlar. Dushanba kundan ishlatib ko'ringlar. Hozir ozgina muammolar bor, atak to'g'rilansa shu. Bir kishiga qilingan narsa bu. Mana shu narsani ishlatsanglar, hayotingda ancha sortirovka bo'ladi. Notion ishlatasizlar, boshqa narsami, vazifalaring sortirovka qilinglar mana shunaqa. Xo'sh, bu bo'yicha tushundinglar. Figjam, Slidesga bitta kiramiz. Mana Slidesda nima bo'ladi? Sizlarga prezentatsiya qilishinglar kerak, misol uchun. Tezda prezentatsiya terishinglar kerak. Bu yoqda shablonli prezentatsiyani bittasini tanlashinglar mumkin. Misol uchun, mana Add Slides deb qo'yasizlar. Bu yerda Figma'ning o'zida shunaqa instrument bor mana. Prezentatsiya yig'ib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zi faqat prezentatsiyaga moslangan ishlari, prezentatsiya qilib olishlaring uchun mana tayyor ma'lumotlarni kiritib prezentatsiyalar tayyorlab olsanglar bo'ladi. Application nima bo'lsa ham, buni change qilsanglar ham bo'ladi. Buni endi hozir men sizlarga tushuntirganim bilan, slayd tushuntirganim bilan qulay emas. Lutchi men programmani o'sha birinchi asosiy instrumentini tushuntirsam, sizlarga tushunarli bo'ladi. Bular вообще muammosiz bo'lib qoladi bularni aniq qilish. Aslida mana shu yerda prezentatsiya yig'iladi bu yerda. Shunga moslangan bu. Olib turib change qilib, mana yozib, to'g'rilab, o'zingizga moslab prezentatsiya qila olasizlar. PowerPoint'ni mukammal versiyasi bu.
Endi kelinglar biza tinchgina mana bu yerga o'tamizda creative design degan bo'limni ochamiz. Design degan bo'limini ochsak, ko'rishinglar mumkin bizda mana bunaqa okno chiqadi. Katta okno. Endi bu okno nima qiladi, boshqa qiladi desanglar, bitta-bitta ko'rib o'tib ketaveramiz. Xo'sh, bu oknoda juda ko'p narsa bor, o'zi kamgina bo'lgani bilan ham. Lekin kelinglar bir boshdan boshlaymiz. Boshiga o'tsak, mana bu joyda faylni nastroykalar turadi, bir nechta nastroykalar. Bu yoqqa paka boshqa ortmaysizlar, bu yoqni salgina kovlasanglar, o'zlaring ham tushuna olasizlar. Bu yerda view panel bor, export import qilish panellari bor, keyin lokalga export qilib olish bor. Ularni sekin-sekin ko'ra olamiz. Ikkinchi bo'limga o'tsak, mana bu narsa bizga nima qiladi? Proyektga nom berasizlar. Misol uchun project deymiz. 2 enter qilamiz va project 2 deb nomlanib qoldi. Nomni yaxshilab beringlar, chiroyli qilib beringlar nomni. Sababi ertaga search qilganlaringda, qidirganlaringda topa olishlaring kerak. Chunki Figmada juda ko'p, mana pullik versiyasida juda ko'p ish qilarasizlar. Hammasiga page ochib, chalkash bo'lib ketadi. Plus bu nimaga qulayligi bor? Misol uchun men bu yerda bosh harfini bosib ham search qilsanglar, chiqib kelishi mumkin shu narsalar. Tushunasizlar? Endi o'tamiz. Mana bu yerda timni ko'rishingiz mumkin. Bu papka, ya'ni dasta EI'da ichidagi papkada ochildi deb ko'rsatyapti bu. Boya ko'rdinglar, papka qiluvdimi? O'sha papkaning ichida bo'ladi. Agar u narsa bo'lmasa, bu yerda ko'rsatmaydi. Endi bitta pastga tushamiz. Bu yerda export bor, start mana bunaqa narsalar bor. Bularni keyin ko'ramiz, хорошо? Keyin faylga bu yerda bizda fayl bor, assets bor. Assetsda nima bor? Bu qanaqadir shablonlar bo'ladi sizlarda. Shablonlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa shablon sizlarga kerak, mana UXUI narsasi mana. Mana masalan telefonniki. Bu yerda bossasizlar deb yoqqa o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Bular keyin asosan, lekin bu yoqda biz birinchi o'rinda fayl bo'limiga o'tamiz. Fayl bo'limida bizda pages degan bo'lim bor, ya'ni har bitta loyihani o'zining peji bo'ladi. O'sha pejda sizlar flont ish qilsanglar bo'ladi. Qaysi ma'noda nima deydi? Bitta fayl, bitta proyekt ochib turib, u proyektda boshqa narsasi bo'lsa, yana отдельно Figma fayl ochish shart emasda. Bitta pejda o'zida, mana bitta proyekt ichida nechtadir pej ochsanglar bo'ladi. Keyin nima sizlarga bitta shuni nazariyat tushuntiraman. Ustoz Feruzga kiraylik mana. Nechta pej bo'lsa, hamma pejda har xil ish bor mana. Mana shunaqa ko'rasizlar, agar mana shunaqa ishlasanglar Photoshop Illustrator tomib ketib o'lib qoladi bu. Hammasi bor mana shu yerda. Bu yerda ishlasanglar bitta proyektim bunaqa bo'lsa, bittasida boshqa narsa bor, bittasida boshqa narsa bor. Posterlarim bor mana. Ko'rasizlar qanaqa posterlarim bor. Bu yoqda bari olib turib ishlatishim uchun kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni bitta proyekt ichida, bitta odam proyektning ichida, masalan, proyekt ichida bir nechta narsa bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa ishlatiladi. Bu pejlarni sizlar xohlagancha nomlashingiz mumkin, xohlagancha to'g'rilashingiz mumkin, lekin men sizlarga asosiy 4 tasini aytaman. Qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda pejni nomlab olish uchun ustiga 2 marta bosamizda, keyin pejni birinchisi main bo'ladi. Main page bo'ladi. Bu asosiy page bo'ladi. Yana mana shunaqa har doim proyekt ochayotganlaringda qilinglar, хорошо? Ikkinchisi bizada ref bo'ladi. Ya'ni nima? Reference page bo'ladi. Ya'ni biron bir referenslaring bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa, olib kelib turib shu yoqqa tashab qo'yasizlar. Ikkinchisi, bu bitta proyektga tegishli bo'ytoma bolalar. Yana sizlar bitta papkaning ichidan bir dunyo ish qilsanglar bo'ladi. Mana o'zingizning ismlaringizni ish ochdinglar, nima deydi? Har bitta loyihaga moslab qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun sizni qanaqadir dokumental ishingiz bor, bitta pejga tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi men asosiy bitta proyekt olib turganligini holatni aytaman. Keyin bizda refdan keyin bizda bo'ladi assets bo'ladi. Assets bu qattandir biron bir feature olib kelib tushirasizlar-ku, biron bir instrument mana bu yerdan yasalgan narsalarni boya ko'rdik-ku sizlar bilan. O'shanaqa narsalarni assetsga olib kelib tushirib qo'yasizlar. Tushunasizlar? Assetsga olib kelib tushirib qo'yasizlar. Keyin bizda icons paneli ketadi. Icons nima bu? Uni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bitta icon set olib kelasizlar-da, o'sha yoqqa tashab qo'yasizlar. Keyin sizlarga qulayligi nima bo'ladi? Keyin mana shuni ham sizlarga tushuntirib ketaman. Bittada tushuna olishlaringda, icon degan panelni men sizlarga bitta loyiha bilan tushuntirib ketaman. Bizda madaniy katalog bor, madaniy proyekt. Xullas, mana bu yerda assets bor, icons bor, trash bor. Ko'rasizlar, menga ref kerak emas, chunki men o'zim shundoq ham yaxshi bilaman. Nima ishlatishni.
hazillashdim. Refni keyin o'chirib tashlayman asabni. Klientga ko'rsatib ko'rmaslik uchun. Qayerdan chopganimni bilish kerak emas-ku. Bu klientga ko'rsatganman-da men buni. Shuning uchun ref iconga o'tsam, mana bunaqa set bor. Bir dunyo set, icon set. Bular mana bunaqa sizlar aytdan iconni kopiya qilib olib kelib tushirib o'tirmaysizlar, boshqa qilmaysizlar-da. Bitta o'zinglar uchun icon set yaratib olasizlar. Polностью mana bunaqa yaratib emas-ku, tayyorlarni olib kelib tushirib olasizlar mana. Tushirib olasizlar. Bu yoqda ham bor mana. Tayyorini tushirib olasizlar. Bo'ldi, shuni ishlataverasizlar. Yangitdan icon qilib, endi yetmay qolsa topolmasanglar, ishlasanglar. O'sha icon setga proyektlaringga tashab qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin mainga o'tib, kelinglar, men sizlarga o'shani real time'da o'zi qanaqa ishlaydigan savollaringga javob beraman. Unda o'taman. Agar men bu ishlasa. Tak, bunga qilmagan ekanman, kelinglar. Har doim ham iconni qilinmaydi, qaysidir vaziyatlarda qilinadi. Kelinglar, qaytga qilgan ekanman. O'zi men bu o'lgur icon ishlatilmaydigan proyekt edi-da, qani. Bu ham qilinmagan ekan, xo'sh, men bunga o'taman qani. Bu assets ekan. Bu bo'lishi mumkin. Ha, mana. Qaranglar, font turibdi. Mana men bu yerga o'tgay, qarasanglar, font turibdi. Men icons panelim bor, ha. Men bu yerdan obyektni belgilayman-da. Ikonka bu chunki. Bu bitta shunaqa narsa, bazalaring bo'ladi, bazadan tortib olib kelib tushirib qo'yadi sizlarga bu. Ya'ni olib kelib ruchnoy tushirmaysizlar. Misol uchun bitta dizaynni qilib olib, masalan, men bu yerda adres chizonzor mana bunaqa qo'yasizlar-da, o'sha ikonkalarni almashtirishinglar kerak. Men bu yerga kelinglar, men o'sha web deb yozaman. Mana bunaqa narsa chiqdi. Kelinglar, fonni boshqachasiga yozaman. Bu qayerdan olib kelib beradigan savollaringga bu o'sha iconsdan, o'sha yig'ib qo'ygan bazalaringdan tortib olib kelyapti. Search qilganlaringda. Keyin yana nima u kerak, assets nimaga kerak deganlaringda, misol uchun sizlarga forma kerak, ha? Mana bunaqa forma kerak, telefon to'ldiradigan forma. Assetsga tashab qo'ysanglar, masalan, font form deb yozsanglar yoki input deb yozsanglar, assetsdan tortib olib keladi. Keyin olasizlar deb bitta bossanglar, o'zgarib qoladi. Ko'rdinglarmi? O'shanaqa tortib olib kelish uchun zo'r bu narsalar. Bitta papkaga yig'ib o'tirmaysizlar-da, assetsdan hammasini tortib olib keladi. Assetsdan mana ko'rishingiz mumkin, yig'ib qo'yganman bu, mana bunaqa narsalarni. O'sha yerdan tortib olib keladi hammasini. Flaglarni ham tushirib qo'yganman. Masalan, flagni men olib turib, mainga o'tib turib, misol uchun, mana bitta flag bor edi. Mana. Endi assetsdan flagni o'sha assetsdan olib kelinadi. Mana olib turib, root turibdi. Men o'sha ko'rasizlar, bitta assetsga ulanib qo'yganim uchun chiqyapti. Mana Ruminiyanikini yoki qaysi любой davlatnikini qo'yib qo'ysam, avtomatik o'zgaradi. Ko'rasizlar? Assetsda shunaqa bo'ladi. Endi rangi o'zgaryapti, sababi men bu yerga qanaqadir nima qo'ygan bo'lishi mumkin, nastroykada. Shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, nicho uni ruchnoy to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni olib turib, mana bu yerga o'tib, reset qilsak, o'z holiga qaytarib qo'yadi. Любой flagni olib tushirsak, mana. Ko'rdinglar o'sha? Turib, qaysi flag yo'qotdi? Men ko'rasizlar, mana bunaqa ruchnoy bir bolalardan olib kelib tortilmaydi-da, shunday qulaylashtirilgan maksimum mana. Men butun misol uchun o'tirib olib, mana bu yerda butun men bu page kamda, vashcha kamda, ko'rasizlar. Kelinglar, men sizlarga bitta page ko'rsataman, tominglar ketib qoladi hozir. U pageda faqat men boshqa pageda ko'rsataman. Ano nimaga kerak unda assets bittagina o'zgartirib qo'yish kerak degan savollaringga mana Dasta Jobsga kiramiz. Dasta Job. Hozir ko'rasizlar qancha page borligini bu yoqda. 1 soat ochadi o'zi ham hozir. Tasavvur qilyapsizlarmi nechta page bor bu yoqda? Ko'rasizlar? Har bitta pageni o'zgartirib chiqmayman-ku mana shunaqa. Ana bayrog'ini kopiya qilib tushirmayman-ku. Buni olaman, change qilib olaman. Tasavvur qilishlaring uchun bu yoqda juda katta page bor. Где-то 300 tachami page bor. Buni boshqa panellarida ham page bor. Просто konfidensialniy bo'lgani uchun ko'rsata olmayman. Uzoqdan ko'rasizlar nechta page borligini. Bu hali holva, undan-da ko'plari bor. Men o'zimiz qilgan loyihalar bor, почти bir 600 ta 700 ta page gacha qilib chiqiladi. Shunaqa narsa.
Endi nimaga page ko'payib ketadi UI'larda deganda, endi u keyingi masala. Bu narsani menimcha sizlar Lochin akadan so'rasanglar, UI UX bo'yicha dars o'tadigan ustoz bor o'zi bitta. Bilasan, dars o'tadimi sizlarga? Kiringlar o'shanga ham kiraylik deb aytinglar. UI qilishni ham o'rganib olasizlar qarasa. Figmada o'sha har xil veb-saytlarning UI'larini o'rganib olasizlar. Kirib oling. Nimaga desanglar, dizaynning ichida sizlar bolalar tirikchilik degan narsa bor. Misol uchun men universalniman deyman. Men UI ham qilaveraman, animatsiya ham qilaveraman, dizayn ham qilaveraman-da. UI ga zakaz tushib qolsa, chik qovuraman. O'sha u narsa endi meni vakolatimda yo'q, UI o'rgatish, lekin bilaman. Lekin o'sha darsi bo'lsa kirib gaplashib kirib oling bu yoqqa. Hozir bekorchi bo'lsanglar, o'sha zo'r. Endi nimaga u bu yoq deb tushunsanglar, keyin men sizlarga uchun chiqarib ketaman bitta proyektimizni, nech pulga qilib berganim. O'sha klient o'zi kelib qolmasa agarda, hali u hozir kelish kerak. Hozir emas, sal turib. Mana shu proyektni men UI ni o'zini $400 ga qilib berganman. Anazini tik. Da, bu razработкаdan tashqari prosta terib berganim $400 ga terib berganman. Ko'rinishini prosta dizaynni qilib berganman. Razработчикка $200 beraman. Razработчик terib beradi. 400 200 u bo'lyapti, 600. $100 yana serveri puli bor, chiqib yuklayveramiz bo'ldi. Endi $400 ga men o'zim UI hisoblayman, lekin pastuchi ko'chada 100-150 ga terib berishadi. $100-150 ga. Aytmayman, zakaz bitam tiqilib yotibdi demayman, no, o'rganib olsanglar zarar ishlamaydi sizga. Kelib qolsa, misol uchun landingcha qilish kerak, har xil mana bunaqa bilsanglar, aksiyalar bo'ladi, tam internetda, Instagramda ko'rgandirsizlar, bunda bossanglar Instagram akkauntga emasda veb-saytga tashlab yuboradim. Slayd qiladi. O'shunaqa aksiyalar bo'lsa qilishadi. Ustozlar bor, o'zi teacherlar, ana veb-saytini qildirtiradi, userlar bor. Misol uchun siz masalan aytaylik ustasizda, qaysidir nimada, o'zingizni veb-saytingizni qildirmoqchisiz. Shablonni решение sizga tushmaydi. Ya'ni shablon deganda internetda veb-saytlarning shablonlari tiqilib yotibdi. Shablonlari tushmaydi sizga. Nima qilasiz? Mana shunaqa UI'chilarga chiqasiz, sizga moslab chiqarib beradi. Keyin undan keyin framer-mremerlarni o'rganib olsanglar, mana sizlarga kelinglar, bitta uni ham ko'rsatib ketaman. Mana bunaqa dasturli programmalar bor. Men buni ham UI ni o'zim qilganman. Framer degan narsa olib turib saytini shunaqa qo'rsanglar bo'ladi. Olib turib o'tamiz. Mana veb saytini terib olganman men. UI ni qilganman, veb saytini terib olganman. Hanna deydi-ku. Hanna o'rganib olsanglar Harna deydi, bir ikkita. Mana masalan men shuni o'zim qilganman, o'zim UI ni terib, o'zim sayt qilib olganman. Olib turib, mana Telegramimizga, o'sha akkauntimizga, bizning botimizga tashlaydi uni. Ko'rishingiz mumkin. O'rganib olsanglar, hech nima deydi, teshib chiqmaydi puli agar mavoda kelib qolsa. Shuni masalan uchun kirib olib so'ranglar Lochin akadan. Balki meni Figmachi aka, web UI o'rgatayotgan aka, mana shunaqa no code da terishni ham o'rgatar balki. No code da bu ham bitta tema bilsanglar. Ya'ni no code bu kod ishlatmasdan turib veb-saytlarni terish bor degan sfera ham bor. No code. Men bu ham no code hozir aytayotganim. Kod modni kerak emas menga. Shu dizayn qilib olamanda tushira olaman. Meni qulayligim nimada? Menga plusim nima bilasizlarmi? Dizayn qilishni bilaman-da, chiroyli narsa chiqaraman. Bir xillar bor, no code da terish biladi deb farosati, aqli, ongi yo'q, kreativligi bo'lmaydi-da, musur narsa terib qo'yadi. Joy kelganda masalan ham dizayndan xabaringiz bo'lsa, ham no codedan xabaringiz bo'lsa, chiroyli narsa chiqarsanglar bo'ladi. Tushunasizlar? Bo'ldi. Juda katta informatsiya berib qo'ydim sizlarga. O'sha Figma ana UI bo'yicha kiringlar maslahatim. Xo'sh, bizda main, ref, assets, icons bo'limi bor va bundan tashqari bizda trash bo'limi bo'lishi kerak. Figmada hech qachon kam holatda qilgan ishlaringizni o'chirib tashlanmaydi. Ya'ni qaysi ma'noda? Sizlar biron bir trashroq narsa qildinglarmi, qachondir kerak bo'lib qolishi mumkin-da u. O'sha uchun uni trashga tashlab qo'ygan yaxshi. O'sha trash paneli mana shunaqa bo'ladi. Trashni ham kelingda sizlarga vizual ko'rsataman. Qayerda trash nima bo'lishi. Mana misol uchun mana bu yerda menda trash paneli bor. Trash web mana. Trash web.
yemagan, o'xshamay qolgan joylar bo'ladi-yu, o'shalarni treshga tashlab qo'yaman. Qachondir kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Tushunasizlar? Tresh bu musorda, o'sha yerda если что ishlatishim uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa. Endi projektga o'tamiz. Charchab qolmadinglar? Tanaffus qilasizlarmi yo? Aniqmi? Уже uxlab qolyapsizlar. Omadbek sovuqmi? Seni o'chiramiz sovuq bo'lsa. Qizlarga sovuq emasmi? Cho'tka, приятными? Xo'sh, mana shunaqa narsa bor. Layer degan narsa nima bu? Endi layer bu biron bir narsangizni men bu loyihadan tushuntiryapman. Endi bolalar xafa bo'lmaysizlar, pustoy nimadan ko'ra. Misol uchun mana bunaqa pejlaring bor, main page. Main page bor. Main pageda mana shunaqa ichidagi dizayn tushirgan narsalaring bor, mana bunaqa. Hammasi mana shunaqa layer ichida bo'ladi. Mana men bu yerda men nomlab qo'yganman. News, orders, frames, news degan qilib qo'yganman. Har bitta papkaning ichida layers o'zi bilasizlar, men Illustratorda ham, Photoshopda ham bor. Ichidagi narsalari bo'ladi. Mana shunaqa bo'limlarga bo'lsa bo'ladi. Endi ketdik. Biz bu yo'lni tushundik. Endi biz o'ng tarafga o'tamiz. O'ng tarafga o'tishimiz qanaqa? O'ng tarafga o'tsak, bizda mana bunaqa narsa chiqib turibdi. Bu nima? Buni ustiga bitta bossak, bu narsa sizlarga bitta proyekt ichida nechta odam ishlayotganini va kirib turganini ko'rsatadi. Misol uchun hozir hech kim kirmagan bu yoqqa 5-6 ta odam bo'lsa, men bitta dumaloq bo'lib turib, aktiv bo'lib turgan odamlarni ko'rsanglar bo'ladi. Va eng qizig'i uni ustidan shpionlik qilsanglar ham bo'ladi. Misol uchun, bunday bossanglar, men bu akkaunt yuribdi, ustiga bitta bossanglar, u qayerda nima ish qilayotganini shuni ko'rsanglar bo'ladi. Udalyonniy holatda. Shunaqa. Men ekranimda o'zi shu proyektda bo'ladi u. Просто topolmay qolsanglar yoki nima ish qilayotganini ko'rmoqchi bo'lsanglar, ustiga bosasizlar, bunday ko'rib tursanglar bo'ladi. Bu prям absolyutniy komanda ish uchun-da, bu yerda bo'sh o'tiradigan odam bo'lmas kerak. Bir xilla bo'ladi-da. Men o'zim holatimda bo'lgan, Figmada proyekt qilyapmiz. Juda ko'p proyekt qilyapmiz-da, ishimiz yonayotgandi-da. Men qaraganman-da. Bunday qaragan o'zimning holatimni aytaman, qaraganman. Men bitta hamma ishlayapti. Tipa, hamma ishlayapti, hamma pejga kirib uni tekshirib bilmayman-ku. Hamma ishlayapti. Keyin qaradimda, bitta shogirdim ustiga bitta bosganman-da. Bosib qo'ydim. Bunday modelka ochib, mana shunday turibdi, qotib. Akasida u proyektga kirmaganda, просто Figmani ichiga kirib qo'yib, ishlarni qilib yuravergan. Tushunasizmi? Xuddi ishlayotgandek qilib. Qarab turibman, 15-20 daqiqa, 30 daqiqa kirmayapti, короче. Men nablidat qilib turibman. Bu nima degani? O'sha kontrol uchun kerak bo'ladi. Jamoa bo'lib ishlash kerakmi? Hamma bir-birini kontrol qilish kerak degani. Jamoa shu. Mana siz ishlamayapsizmi? Kelib turib bu etish kerak. Men ishim qilib bo'lsam degan narsa yo'q. Chunki hamma kalta jamoani boshida sinadi. Bir kishini boshlamasda. O'shanda ko'rganmanda nima qilyapsan, aldayapsan deganmanda. Kirib qo'yganda tipa ishlayapman, yo'q qilyapman deganda. Chunki ishlayotganda ham qaysi ma'noda har bir kishiga o'zining vazifasini beradi-da. Siz o'zingiz ishingiz qilayotganda, men nima qilyapti ekanini ko'rmaysiz-da, qaysidir ma'noda ishingiz qilib turganda. O'shunaqa holatlarda kuzatish uchun zo'r bu. Endi bu nima degani? Bu mana bunaqa ochib bossanglar, hozir hech nima yo'q deyapti. Misol uchun men bitta prezentatsiya qilgan bo'lishim mumkin. Olamiz. Men bu proyektni olaman, mana belgilayman va men buni bitta bosaman. Bosganimdan keyin отдельный prezentatsiya ko'rinishida menga ochib beradi buni. Buni ko'rinishim uchun. Klientlarga ham shunaqa ko'rsatiladi. Olib turib, bunday o'tkazadiganini bossam, page ko'rsatyapti. Ko'rasizlar mana. Bu главный page mana. Buni ko'rishingiz mumkin. Keyin bu nimaga kerak ustoz deydigan narsa bo'lsa, misol uchun sizlar proyekt bo'lib ishlayapsizlar, misol uchun mana bu joydan share qilib klientga link tashlasanglar, klientingiz sizlarni uxlatib ketishi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? Mana bu proyektingdan shuni duplikat qilib oladi-da, kopiya qilib, xayr bay deb yorish ham mumkin bo'ladi sizlarga. Shunaqa narsalar bor. Proyektni ham duplikat qilsa bo'ladi. Figma qilayotgan ishlarni duplikat qo'ysanglar bo'ladi. Klientlar mana shunaqa o'yin qilishadi. Biz buni ham hisobini Figma olganda share qilib, misol uchun mana bunaqa qilsanglar, bir klient hech nimani ko'rmaydi, bu yoqda JPEG qilib ko'radi. Ya'ni kopiya qila olmaydi proyektni. Просто prezentatsiya ko'rinishida qaraydi. Men ham klientlarga mana shu holatda tashlayman. Tushundinglar? Share qilaman-da, tashlayman, klient mana shundan kirib ko'raveradi. Hech qanaqa kopiya ham qila olmaydi, boshqa ham qila olmaydi. Просто ko'radi. Okay?
shunaqa narsalari bor. Ko'rasizlar, maksimalniy nima qilgan? Mijozga shu userni ham o'ylagan, mijozni ham o'ylagan bu. Shuning uchun men bu programmani juda yaxshi ko'raman-da. Illustratorda faylni tashlab beringchi, tekshirilik faylnisi klient balkim haqiqatdan oq ko'ngillik darajasida aytayotgan bo'lishi mumkin-da, faylni bitta ko'ray deb. Yoki mashinik bo'lishi mumkin, lekin siz uni bila olmaysiz. Faylni tashlab bersangiz, u sizni aldab ketishi mumkin. Rostdan ham ko'rib aldamayotgan bo'lishi. Siz buni nikak bila olmaysiz. Yo, sizga ishonmayman, pul tashlab bering, keyin desanglar, haqiqatdan ham yaxshi niyatda bo'lgan klient bilan aloqalaring yomon bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqda nima qilasizlar? Hamma plusda. Tashladimmi? Tashladim. Kopiya qila olmaysan? Qila olmaysan. Ko'rdingmi? Ko'rding. Bo'ldi, shunaqa narsa. Yoqdimi? Yoqdi. Pulni berasanmi? Ber, keyin beraman faylni. Xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin bizda share tugmasi bor. Share tugmasida ochganlaringda bu yoqda copy link qilsanglar, o'sha copyni proyektni linkini tashlasanglar, misol uchun tashladik a. Bu yoqqa mana bunday qilib tashlaymiz. Klientga ham tashlashing ham mumkin shu linkni. Tashlaganlaringda bu avtomatik meni akkauntimni ochib yuboryapti, chunki bu meniki bo'lgani uchun ochib yuboryapti. Misol uchun sizlarga hozir linkini tashlasam, рабочий polada ochiladi. Mana bitta keyin ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi Figmada akkauntni o'chishda yurgandaqa bo'lasizlar. Share shu uchun. Bundan tashqari, voy uxlamang. Bosh og'riyaptimi? Bosh og'riq dori bering. Uyquni ochadigan bering, hidlaydigan bor. Bizda pastda bitta narsa bor. Bu yoqda mana boya userlarni qo'shish degan narsa bor dedim-ku, mana. Olib turib, menga уведомление keladi dedim-ku, kimdir meni qo'shsa proyektga yoki kommentariy qoldirsa, mana shunaqa username-ni yozsanglar, belgilab, unga sizlar dostуп berishingiz mumkin. Bu yerda bizda can view bor, can edit bor. Can view'da nima bo'ladi? Kira oladi, change qila oladi, просто ko'ra oladi. Editda siz qilgan narsani hammasini qiladi. Yo'q qilib invite qilsanglar, unga уведомление keladi, kirib ketaveradi. Okay? Endi keyin bizda pastga tushganda N1 degani bor, N1 degani bor. Bu nima? Bu yo'qni ham bitta ko'rib chiqamiz. N1 degani bu hamma ko'rsin degani bor, hamma ko'ra oladi va hamma ishlata oladi degan narsasi bor. Agar biza buni want invite people degan narsa qilsanglar, bu faqatgina do'st berganlaringga, faqat link tashlaganlaringga ko'rinadi. Ya'ni qaysi ma'noda? Men hozir linkni kopiya qildim-ku, tashladim. Sizlar u linkni любой odamga tashlasangiz ko'ra oladi. Agar men sizlar emailleringga faqatgina do'stlik bersam, emailga ko'ra oladi-da, ana linkdan kirgan odam kira olmaydi. Ya'ni proyektlaring slitch bo'lib ketdi, qaysidir ma'noda. O'sha vaqtda sraz kirasizlar, mana shu kirib, any people deb qo'yasizlar, bo'ldi. O'sha linkdan kira olmaydi. Tushunasizlar? Mana buni anyone deganni masalan belgilab qo'ysanglar, hamma kirgan odam, link bo'yicha kirgan odam ko'ra oladi degan narsa bor, edit qila oladi. Proyektlaring shu darajaga sizlarga kerak bo'lmasa, editni bosib qo'yib share qilib yuborsanglar ham, kirgan odam ham, bilgan odam ham kirib o'chirib edit qilib keta oladi. Shuni ham hisobga olinglar. Proyektinglarni kimdir parod qilib chiqib ketsa, bo'ldi, qaytara olmaysizlar. Orqaga qaytara olmaysizlar. Sizlar biron bir misol uchun sizlarga edit do'st berdim-da, qaysidir to'nka keldi, sizlar emas, misol boshqa to'nka keldi-da, bunday qilib bilmasdan o'chirib oldi. Uxladi, bo'ldi. Bo'ldi. Tim ham qaytara olmaydi. Bo'ladi, qaytarsa qaytarmaydi. No, shunaqa shikayat qilingda qaytarib bo'lmaydi. Uxladi mana shu proyekt. Ba'zida bo'lishadi, butun proyektni shriftini o'zgartirib ketishadi. Bilishmaydi-da, masalan, bunday bosganda bu shrift senda yo'q deydi-da, men bu shriftga almashtirasanmi deydi. Ha deydi, almashtiradi, butun pej shriftda almashib ketadi. Mana shunaqa holatlar bo'lgan bizda. Bitta ikkita proyektlarimizda yangi bolalarni kiritganimizda edit berganimizda kirib turib bu shrift senda yo'q, ustanovka qilgan yoki men bunga almashtir degan. Olganda almashtirgan pashti 100 ta 200 ta postlarimiz, Instagram postlarimiz shriftlar o'zgarib ketganda, uni iplosni qaytarib ham bo'lmaydi-da, eng muhimi. Ani bilmaydi-yu, Ctrl Z qilmaydi-da, ishlataveradi keyin bilmay. Keyin u kirganingizdan keyin qaytarib ham bo'lmaydi, qolib ketgan. Nechta proyektlarni shunaqa qilgan. Chunki 12-13 yoshli shogirdlarim ham bo'lganda, rosa qiynalganman, sochlarim ham shu uchun to'kilib ketgan. Shu uchun shu joylari bor. Shu uchun ehtiyot bo'lish kerak har doim. Yo'q, mana hozir men X qilib chiqib ketaman-ku. Figmadan chiqib ketaman-ku, bo'ldi. Yo'q proyekt, yo'q. Ctrl Z qilib qo'y hozir. Yo'q bo'ladi shu bilan. Bo'ladi, yo'li bor. Yo'q deb hisoblayveringlar, juda qiyin. Endi bu yerda anyway-ni tushundik. Editni bosib qo'yish, keyin password request degani bor, parol kiritadigan.
parol bilan kiradigan bo'lishi mumkin. U kam ishlatamiz biz ham, to'g'risi. No, qaysidir ma'noda безопасность. Endi uxlatmoqchi bo'lgan odam parolni ham beraveradi kimgadir. Bunday qaraganda. Endi juda sekretniy proyektlar bo'lsa, mana shunaqa qilinadi. Bizda ham bor, bitta proyektimiz juda sekretniy, u вообще sekretniy. Parol bilan kirishadi. We can copy, save and export from this file degan narsa bor. Agarda shuni pitichka qilib qo'ysanglar, любой odam proyektinglarni kopiya qilib, eksport qilib, duplikat qilib, xohlagan ishini qilib keta oladi. Agarda mana buni o'chirib qo'ysanglar, editi yo'q odam hech balo qila olmaydi. Tushundinglar? Editi yo'q odam hech balo qila olmaydi. Agar yoqib qo'ysanglar, tam mumkin, bemalol eksport qila olishi, boshqa qilishi. Men to'g'risi har doim buni o'chirib qo'yib ishlayman proyektlarimda. Chunki men bu proyektimni misol uchun qaranglar-da, bitta UI'chiga berdida, bunday qaraganda. Siz har xil holatda. Men UI qildim, cho'tki qildimda, brat oldida buni UI'ni qildirib boshqa aytishnikka berdi. Aytishnik saytini qildi, cho'tki qildida, endi unga zakaz tushib qoldi. Ukam mana shunaqa sayt qilib bering, birga bir bo'lsa, shunga o'xshagan qilib ber deydi. U nima qiladi? Shuni o'tatdi Figmadan, proyektni duplikat qilib oladi, nomlarini change qilib, tekstlarni o'zgartirib, shuni urarish ham mumkin. Men to'poy emasman misol uchun, men shunaqa qilib qo'yaman. Razrabochik faqat ko'ra oladi. Razrabochik uchun ko'rish yetarli. Klient uchun ham ko'rish yetarli. U edit qilishni bilmaydi-ku. Ko'rish yetarli. Nima qiladi? Bo'ldi. Kopiya ham qila olmaydi, boshqa ham qila olmaydi. Uzog'i skrinshot qilib qilishi mumkin. Bu pasuvchi skrinshot qilib kelsa, yangidan yasash kerak bo'ladi. Tushunasizlar? Bu yerda prosta shuni uchitib qiling, har bittasi mana tashqaridan oson ko'rinayotgandek bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan juda qora mehnat bunisi ham mana. Bu sloy berib chiqishi, boshqa narsa kamdan kam aqli yetadi mana bunaqa narsalarga, misol uchun. Bo'lim qilinishlari. O'tgan kuni sizlarga mana bu narsalarni ham tushuntirdim. Bu qulayliklari bor, layout qilganlaringda deb. Aslida dizaynda kam ishlatiladi. No, UI'da bu eng shikolat narsalarda bu. Keyin masalan birdaniga 2-3 ta faylni belgilab olib, misol uchun bu yoqda ishlatsa bo'ladi, change qilsa bo'ladi. Shunaqa joylari bor. Shuni har doim o'chirib qo'yaman. Shu bo'ldi, keyin save qilsam, hammasi ishlataveradi. Bu ham, kstati, free fayllar, free Figmada yo'q ko'pi. Bo'ldi, o'sha uchun anaqa Jidu akkauntlarga kirasizlar. Request student face degan narsasi bor, ya'ni studentni tasdiqlaydigan narsasi bor. Uni internetdan qidirsanglar chiqadi. Akkauntlaringni, emailini tasdiqlatib olasizlar. Sizlar Jiduning akkaunti bilan kirsanglar, sirasi tasdiq bo'lib ketadi. Agarda Jiduning akkaunti bilan kirmasanglar, Jiduning akkaunti bilan kirganingizda so'rasa ham, maksimum o'qiganlaring haqida udostroveniy nimadir ko'rsatsanglar, dokument ko'rsatsanglar, shuna qilib ketadi. No, ko'proq jidu.uz bo'lsa bo'ldi, sirasi avtomatik bo'lib ketadi narsa. Yo bo'lmasa oyiga $20 to'lab sotib olsanglar bo'ladi. $22. Bizda $22 sotib olamiz. Har bitta userimga ham yana $5 beraman. $20 beraman. Ya'ni bitta proyektim ichida bitta odam kirib ishlasa, $20 mana shunaqa beriladi. Ularda chunki ular student emas. Agar lekin sizlar studentskilaring bor, sizlarni studentsizlar, lekin sizlar meni proyektimga kira olasizlar. Chunki sizlarda pullik versiyasi bor. Bularda pullik versiyasi yo'q. Nima qilaman? Получается, proyekt kirish uchun bularga pullik versiya olishim kerak keladi. Xullas, oyiga palon pul ishlataman o'sha podpiskalarim o'ziga. Qonimni ichib yuborishadi, iloji yo'q. Endi ishlagandan keyin qilish kerak. Xo'sh, bolalar, men bu yerda proyektdan shuncha ishlaysizlar, mana qilasizlar deganlarimga euforiyaga berilmaydi. Hammani taqdiri har xil. Masalan, ustoz shuncha ishlayapti ekan, bu aka shuncha ishlayapti ekan degan narsalar uchmaylar. Hammaga har xil. Lekin o'rganinglar, foydasi tegadi. Oddiy UX UI'chi bo'lib ham biron joyga ishga kirsanglar, o'ldim deganda 3 million oylikka ishlaysiz. Oddiy UX UI'chi bo'lib. O'lib qolay deganda shunaqa ishlaysiz. Meni nechta shogirdman mana bitirishadi yoki amaliyot qilgan ketishadi, ishga kirishadi. Hammasi. Bu yoqda ketdi. Bu yoqda o'sha ulangan Auraboyev Kenviv turibdi. Mana ulanganlar turibdi bu yoqda. Bu yoqda Kenviv turibdi, ko'rasizlar. Agarda kimdadir mana shu userga edit bermoqchi bo'lsanglar, Ken edit berishingiz mumkin. Over bera olmaylar, yana adashib. Owner bu butun proyektni mana shu odamga bera olasizlar. Bitta knopkani adashib bosib o'rsanglar bo'ldi, admin qilib bo'lmaydi. Owner bera olasizlar. U agar qabul qilsa o'sha narsani bo'ldi, uxlaydi. Proyektlaringga o'tib ketadi, keyin sizlarda keyin edit turadi, owner bo'lmaydi. Shuning uchun shunaqa joylarga e'tibor bering. Copy dev model link degani bor. Bu dev model link degani bu nima deganda? Mana bunaqa narsa bor.
razrabochiklarning o'zini temasi bor. Mana razrabochiklar kiratdi. Kod yozayotganda mana bu yerdan keyin necha paddingi necha, bunisi necha deb turib, dizaynni ko'rib, mana bu yerdan qilib o'zlari dizayn qilib ketaverishadi. Ko'rasizlar? Hamma narsasini marjinlargacha hisoblab, mana bu kodlargacha chiqarib beradi. Ko'rdinglar? O'sha dev model shunaqa kopiya qilib razrabochiklar tashlaydi. Copy link, prototype link bor. Prototype o'zi UX/UIga tegishli, uni ham ko'rsanglar bo'ladi. Public to community. Ya'ni mana shu proyektlaring sizlarga yoqdi, qanaqa terib qo'ydinglar, odamlar bilan ulashmoqchisizlar. Community olsin deysizlar. Bizda qilishmaydi kamdan kam. Communityga delete qo'ysanglar, boshqa odamlar ham kirib, sizlarning proyektlaringni ishlatish mumkin bo'ladi. Foydali ish. Mana Figma'ning communitysi haqiqatdan zo'r ishlaydi mana shunaqa. Get Ember code. Bu kerak emas. Aslida shu. Siz ham ishlatasiz-ku. Mana aytdim hozir internetdan qidirgan narsalarni. Dobri bo'lish bizda shunaqa, Yevropada sal odamlar dobri mana. Chiroyli qilib oldi, proyektni ishlatdi, qaror hammaga kerakmi? Bo'ldi. Sotishni o'ylamaydi, olib ishlatsin, как-то смысле nima qilsa bo'ladi. Ha, tekinga degan joyingizda mana qilib qo'ysangiz bo'ladi, zo'r proyekt qilib qo'yasiz-da, qilib qo'yib Get Coffee degan joyi bor. Qilib qo'ysangiz bo'ladi, akkauntcha qilib. Get Coffee nima? Proyektni communityda share qilib qo'yasiz. Kimdir kirib ishlatdi, foydalandi. Bu bolaning ishi zo'r ekan. Get Coffee, ya'ni sizga donat qilishi mumkin. Shunaqa qilib qo'ysa ham bo'ladi. Donat bu sizga anaqa o'zbekchasiga nima bo'ladi? Sadaqa berishadi sizga. Donat shunaqa. O'zi sadaqa emas, keyin chiroyliroq. Ehson. Sizni rivojni, ya'ni sizni yanada rivojlanishingiz uchun sizga nima deydi? Vklad qilishadi, ya'ni pul berishadi. Sadaqa emas endi. Xuddi shunaqa narsa Get Coffee deb qo'ysanglar bo'ladi. Prosta olib turib, kimdir $1, $2 viza kartalaringga tashlab qo'ysa bo'ladi. Mana, prosta bekorchi bo'lib ham communityga tashlab ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Keyin bir xilla communityda zo'r qilib 5 ta pejini taxlab qo'yadi-da bir ikki narsani, qolganini pulli qilib qo'yadi. Men bunchasi kerakmi? Buni qolganini olmoqchi bo'lsam, davay sotib ol deydi. Uni sotib olsa ham bo'ladi. Mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Biz ham shunaqa bitta ikkita proyektda o'ylab qo'yganmiz, qilamiz deyapmiz-ku, hali beri qila olmayapmiz. Figmaga qilishimiz kerak. Shunaqa communityga zo'r narsa qilmoqchi edik. Lekin dobri bo'linglar. Biroq chiroyli bo'ladigan tayinli narsa qildinglarmi? Yuklab oling. Ishlatishsin odamlar. Erta rahmat aytadi shular. Xo'sh. Tushundinglar community nimaligini. Misol uchun men proyektimni olib turib, men ham communityga shunday share qilib yuborishim mumkin. Kimdir kiratdi, ko'radi, bu tayyorlik. Молодец deydi. Bizda emas, boshqa chet tillarda ishlatgandan keyin vijdoni qiynaladi. Hozircha vijdoni qiynalib, ha mana shunga $2 kartasiga tashlab qo'y, shu ishlatdim shuni deydi, tashiydi rostdan. Donat qilish madaniyati, ya'ni o'sha Get Coffee donat degani bor, pожертвование degan narsa bor. Yevropada rivojlangan. Bizda endi odamlarga o'rgatishyapti. Shunaqa narsa rivojlangan. Ishlatdingmi? Chotki. Davay pul ber, ishlatsin. Shunaqa joylari ham bor. Get Coffee qilib qo'yishadi. Bir ikkita proyektlarni ochib qidirishim mumkin, sizlarga ko'rsatishim mumkin. No, shundaylar o'sha sell linkiga tashlab yuboradi, kartadan pul o'tkazadi, bo'lib ketadi. Qilishim mumkin narsani. Xo'sh, ana undan keyin bizda ketadi. Bu yoqdan ketdik, proyektimizga o'tib olamiz. Bu yoqlarni tushundinglar. Mana bu narsa, bu ham paka kerak emas sizlarga. Style, bu ham paka kerak emas. Export, bu kerak. Hozir eksport qilishni ham tushuntirib o'raman. Sizlarga kech bo'lmadimi hali qizlar? Telefon qilishmadimi? Endi mana bu page bizga kerak. Page degan nimasi bor. Misol uchun sizlar oq rangda ishlashni yaxshi ko'rasizlar. Mana bunday oq qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki qizil rangda. Olib turib pageda oq qora. Lekin Figmada o'zi standart turadi. Vaziyatlaringga qarab o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Misol uchun men boya ko'rsatdim sizlarga, qani edi? Nipo degan proyektimiz bor edi, masalan. O'zi proyekt orqasi oqdi, o'zi proyekt o'zi oq. Qora bo'lishi mumkin-da, buni ajratib qo'ysam turish kerak, buni qizil qilib qo'yishim mumkin. Agar proyektim black bo'lganda men oq qilib qo'ysam tushardim. Keyin men mana shuni sizlarga real time da ko'rsatay, чтобы tushunib olishinglar uchun. Uzr bolalar, juda proyektimiz ko'p. Adashib ketsam mana. Mana bu qorada, switch bo'lib ketyapti. Men olib turib,
agar mana oq qilib qo'ysam, mana ishlatishimga qulay bo'ladi. Boya ko'rganlaring bor link. Mana UI ni terib olganman mana shunaqa qilib. Olib turib ishlatsanglar bo'ladi. Ketdik, endi biz o'tamiz, projectga o'tamiz. Buni X qilamiz, project one'imiz bizani mana. Men o'z oqda ishlamayman, ko'zim og'rib ketadi, to'g'risi. Mana shunday qora svetda ishlayman. Endi biz o'ng tarafni ham, chap tarafni ham ko'rib chiqdik-a. Questions bormi o'ng chap tarafda? Page qo'shmoqchi bo'lsanglar, plus bosasizlar, uni tushundim. Agar mana buni bossanglar, search qiladi. Bu yerda yana filtr qilsa ham bo'ladi searchda. Mana community, text, frame, group, composition, image qilib nomlar bilan qidirsanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, proyekt nomlayotganda shuni nomlab qo'yish kerak. Questions yes bu yoqqacha. Yo'qmi? Ketdik. Endi bizada pastdagi instrumentlar bor. Mana pastdagi instrumentlar bor. Qarang, oldin ikkitagina instrument bor edi o'zi. Ikkitagina edi. Keyin mana buni yaqinda qo'shdi. Bu Figma bildi. Dizaynerlar ishlatyapti bizani programmani. Nima qilamiz? Ularni chopmaymiz, ularga moslashtirib bitta narsa qilamiz deb turib, mana bu bo'limni ham qo'shdi. Bu bo'lim imенно mana shunaqa chizadigan, boshqa qiladiganlar uchun tayyorlashdi. Sal cringe'ovi ishlaydi-yu, qilishyapti, ustida ishlashyapti. Ya'ni nima qilishyapti bular? Bo'ldi, davay, уже dizaynerlarni ham chopish kerak edi, deyapti. Olib turib, nima qilish kerak? Bu yoqqa o'zimiz platformaga olib kirish kerak deb, mana dizaynerlar uchun отдельный page qilishdi. Oldin dizayner, men lekin bunda hali beri ishlamayapman, cho'ta tushunmayapman nima bo'layotganini. Chunki menda mana bu yerda layerlari ham, boshqa narsalar ham har xil ko'rayotgan bo'lsanglar. Joylarda ham chiqishlari ham, yo'qda chiqishlari ham boshqacha. Harakat qilishyapti nimadir qilib. Lekin men ko'proq mana shu pejda ishlayman. Agar sizlarga bu qulay bo'lsa, bunda ishlasanglar ham bo'ladi. Bunda o'tganlaringda prosta ko'proq instrument, bu yoqda boshqacha instrument. Bu endi UX/UI uchun moslangan. Ketdik. Birinchi bizada ketyapti move. Va bu misol uchun obyekt tushirdik. Obyektni so'qatyapsiz-ku, kontener o'chiraylik. Unda yoqmayaptimi bizani community-siga hozir? Bu yoqmasa mana shunaqa nima bo'ladi? Yopishadi, qo'lni yopadi odam. Kattalar oldida o'tirmang unaqa. Misol uchun o'qigan ustozlar oldida bu anaqa yoqmayapsan, kirish olmayapsan anaqalarga degan ma'noni bildiradi. Yizik telada jest shunaqa beradi o'zi. Shuning uchun iloji boricha ochiqroq o'tirish kerak. Чтобы siz zo'rsiz degan ma'noda ketadi. Hamma har xil tushunadi-da, misol uchun. Men mana qarang, fikrim yaxshi, so'qatyapsiz deb o'ylab tushundim. Boshqasi bo'lganda nima yoqmayaptimi derdi. Ketdik. Bitta page ochib oldik. Mana bu move. Bu mana shu obyektimni olib turib, to'g'irlashinglar uchun yoki kichraytirishinglar uchun keladi. Easy standartli narsa menimcha. Bu hamma programmada bor bu. Keyingisi bizada qo'l bundan olib, bundan qilib to'g'irlash uchun, lekin buni mishkada ishlatsanglar ham bo'ladi. Mishkada scroll bilan tepa past qilib kelasizlar, scrollni o'zini bossanglar, bunday qilib qo'l bo'ladi. Mana o'ng chapga bo'lsa-da, o'ng chapga altni bosib to'g'irlaysizlar, o'ng chapga qilasizlar, bunday qilasizlar, buni ko'rsanglar bo'ladi narsa. Bu o'sha Illustrator'dagi bor narsa, stil shu yerda bor. Ikkinchisi bu ham Selum mana shu anaqaga o'xshagan narsa, faqat sal boshqacharoq ishlaydi. Ya'ni qanaqa? Qaranglar. O'tgan kuni sizlarga aytdim, ha? Mana bunday qilib harf kiritdim, ha? Harf kiritdim. Agarda bu mana bunda bu kichraytirsam, mana bunday bo'lib ketyapti. Lekin K ni bossam, mana bu o'zgardi, ko'rdinglarmi? Endi bu mana bunaqa bo'lyapti. Bu ya'ni formasini buzmagan holda kichraytiradi, любой narsalarni. Endi misol uchun menda mana bu narsa, mana bunda bo'lib turibdi, avvalnis tarafi. Men buni V qilaman-da, kichraytiraman. Nima bo'lyapti? Avvalnisi ham shunga moslashib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Agarda men buni garaj klavish K bilan qilsam, shaklini buzmayapti. Aylanalari ham joyida turibdi. Nima uchunligini bildinglar endi buni? Tushundinglar? K tugmasi bor. O'sha K ni men ko'proq K ni bosaman, Mahmudga o'tib, men 3-chisini tanlayman demayman-ku, o'z garaj klavishlari bor mana. H hand,
v anaqa move anaqasi k anaqa bu tushundinglar bu narsani elementar narsa tushundinglar lekin proyektlarda prям ishlayotganingda такой четко ishlaydi bu narsa ketdik bizada frame selection slice bor frame bor frame'ni tushuntiraman selection'ni va slice'ni sizlarga mana o'zinglar internetdan shunday ko'rib qidirib ko'rsanglar bo'ladi easy peasy narsalar atak sel bunaqa ko'p ishlatmaydigan narsa bu narsa frame'ga kirib frame'ni tanlagandan keyin o'ng tarafda ko'rasizlar mana shunaqa narsalar chiqadi bu nima degani frame'ga kirib sizlar o'zinglar tayyor shakl berishinglar mumkin mana bunaqa qilib yoki agarda shaklni razmerini bilmasanglar mana bu yerdan tayyorni misol uchun 16 ga 9 razmer kerak ekan sizlarga ya'ni 1920 ga 1080 bunday bosasizlar tayyor razmerni chiqarib beradi ko'rdinglar mana shu instrument ishni bajaradi ketdik undan keyin bizda tayyor shakllar bu nima to'rtburchak line arrow ellipse polygonal star image video degan narsalar bor bularni mana boya aytdim tushirsanglar bo'ladi buni tanlasanglar misol uchun ellipse bo'lsa ham bundoq qilib tushirsanglar bo'ladi mana bunaqa qilib to'g'irlasanglar bo'ladi buni mana qiyshiq tushirib qo'ydim ha qo'lim qiyshiq misol uchun ko'ryapsizlar mana tushiraman qiyshiq bo'ladi agar mana shunaqa bo'lib qolsa shiftni bossanglar shaklini buzmagan holda kichkina katta qilasizlar agar shiftni bosmasam mana bunaqa bo'lib ketyapti shift tugmasini bosib mishka bilan katta kichkina qilasizlar shiftni bossanglar mana burchakdan tortsanglar shu burchakka qarab kattaradi bu yoqdan tortsanglar shu burchakka qarab kattaradi agar bu yoqdan bossanglar bu burchakka qarab kattaradi agarda altni bosib qilsanglar o'rtadan kattaradi tushundinglar qaysi taraf qulay bo'lsa anaqa qilinglar masalan bu yoqqa qarab katta mana bu joyda ortiqcha joy qolgan shu yoqqa katta qilmoqchi bo'lsanglar mana bu yerdan tortmaysizlar to'g'rimi mana bunaqa qilib bu yoqqa qarab tortsanglar shu bo'shlikni to'ldiradi illyustrator shunaqa qiladi deysizlar illyustrator ham shu narsa bor mana aylanasi bor star tam polygonal image degan narsa bor image bu bironta rasmni bundoq image tanaysizlar rasm kiritsanglar mana bundoq chiqarib turadi bitta bossanglar rasm tushirib qo'yadi endi bu eski tosh davrdan qolib ketgan просто internetga kirib ham biron bir rasm yoqdimi sizlarga misol uchun mana bir rasm yoqdimi kopiya qilasizlar uni mishkani bosib copy image и вставить qilsanglar tushirib qo'yadi qaranglar yana bitta narsani uchib qilinglar keyin agarda men imageni kopiya qildim mana bu image menga yoqadi copy image mana bu belgilangan turibdi agar bu yoqqa Ctrl V qilsam shu rasmni change qilib qo'yadi bolalar belgilanib turgan bo'lsa shu rasmni change qilib qo'yadi agar unaqa bo'lishini istamasanglar lekin shu razmerda bo'lishini istasanglar alt knopkasini bosib bunday tortasizlar duplikat qilib Ctrl V qilsanglar o'rniga qo'yadi hattoki mana krossovkani ustiga ham qo'yib qo'yadi ko'rasizlar shuni uchib qilinglar almashtirib olmanglar Ctrl C Ctrl V любой nimada ham agar rasm tushirmoqchi bo'lsanglar misol uchun mana bu rasmni tushirmoqchisizlar rasmmi bu o'tamiz figmaga o'tib bunday qilsak rasmni ham tushirib oldim farqi yo'q ishlatishing uchun understand bizada keyin pencil bor pen bu bundoq qilib biron bir shaklni chizib olmoqchi bo'lsanglar ishlatishing uchun kerak bo'ladi menimcha buni hamma biladi ishlatgan odam biladi bu yoqda stroke bor bizada stroke'ni qalin qilsa bo'ladi fill bermoqchi bo'laman fill berilmayapti buni ham bir inson xato qilgandek tushuntirgandim yopish nima qilish kerak yopish kerak nuqtalarni yopsa fill ishlaydi tushundinglar pencil bu endi обычный narsa chizadigan men ko'pincha bu narsani qachon ishlataman dizaynerlarim ish qilganda musur deb mana bunaqa qilib tashlayman jahlim chiqib bo'lmaydi bu mana shunaqa qilib tashlayman keyin bechara bolalar uni o'shani topib o'chirib o'tirish kerak men ham ayyorda bitta dona qilmaymanda birdaniga 3 ta 4 ta qilaman bittalab o'chirib turishni olamanda bitta chizib olaman qilib bundoq qilamanda yana bundoq qilib mana shunaqa qilib tashlayman xato qilgandan keyin xatoni tan ola bilish kerak o'sha xatoni to'g'irlash uchun ham azob chekish kerak o'zi aslida odam o'shanda o'rganadi xatoingizni bitta xato qildingiz kimdir to'g'irlab beradi-ku u xatoni siz asl anaqasini tushunmaysiz mag'zinida agar o'sha xatoni to'g'irlab ko'rib boshqa qilsangiz o'sha xatoni keyin qaytib qilmaysiz hayotda
Ana haqiqiy ustoz shunaqa o'rgatadi o'zi aslida. Kimdirda uydagilar urgan-ku, to'g'rimi? Bitta ish qilgan, xato qilgan, urib tepganmi? Shundan keyin bilganmisizlar shunaqa bo'lmasligini? Endi men ura olmayman, boshqa iloji yo'q. Nima qilaman? To'g'rilattiraman. Yozib olib yana ustimdan. Bizda keyin tekst bo'limi bor. Tekstni bitta bossak, mana yozyapmiz. Uzoqda bo'lib qolsang ham, bundoq scale qilib yaqinlashtirsang ham bo'ladi. Tekst yozyapmiz. Tekstni ham o'ng tarafida bir dunyo nastroykalar chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu joylarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Men sizlarga buni hozir men bu dars tashlab beraman-da, keyin sizlarga bu ikkita bundan keyin yana dars tashlab beraman. Ikkita darsni ko'rib chiqasizlar-da. O'sha ikkita darsdan keyin o'sha ish qilishga o'tamiz biz sizlar bilan. Okay? Darsligi bor, buni share qilib qo'yaman. Mana bu joylarni ham nima qilsa bo'ladi degan narsalar bor o'zi. Undan keyin bizda kommentariya bor, ya'ni misol uchun kelinglar, bitta ish klient bitta komanda ishdamiz. Share mana tugmasida 3-4 ta odam turibdi mana. Polvonov, O'ktamjon turibdi, misol uchun. Olib turib, esni bosib, misol uchun S tugmasini ruschasi. Ruschasini bosib, misol uchun men bu page yoqmadi sizlarga. Misol uchun Musur deb yozib, Musur deb endi prikol qilyapman. Bu yoqmadi. Mana bunaqa stilda qil. Shu yaxshi deyishim mumkin-da. O'tib turib, misol uchun mana shu pejni, masalan, men buni rasmni kopiya qilib olishim mumkin kommentariy yoki qaysidir page bo'ladi-yu, reference qilib ko'rgansizlar qaysidir saytda. Shuni olib turib, kommentariyga kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Olib turib, bunday qilasizlar-da, Ctrl V qilsanglar. Kopiya qildim boya. Cho'ta ishlamayapti. Mayli, men bu yerdan olib kirib qo'yamiz. Ctrl V qilsam tushib ketaverardi, cho'ta tushmayapti. Mana qilib men bir rasm tashlab, shunga o'xshagan qilgan deb turishimiz mumkin va bundan tashqari internetga o'tib turib, misol uchun men bu stil yoqyapti, misol uchun menga olib turib, mana bu yerga linkini qo'yib qo'yishim mumkin bo'ldi. Keyin bundan tashqari bitta pastga tushaman-da, men buni bosib turib, bitta bosaman-da, atmetka qilaman userlarimni, ishlayotgan odamlarni. Chiqmasa u ismi yozaman boshqa harf bilan, masalan, Shoyusuf. Chiqadi, ko'rdingizmi? Olib turib bitta atmetka qilaman. Bo'l. Shoyusufga уведомление keldi. Mana shu сообщением gapim keldi. Shoyusuf nima qiladi? Ko'radi shu proyektni. Ha, mana bunaqa qilish kerak ekan deydi. Nima qiladi? Change qiladi. Endi jo'natishdan oldin enterni bosib qo'yish kerak bitta. Bo'l. Kommentariy turibdi mana. Biroq ikkita memlar ham ko'rgandirsizlar, mana bunaqa endi bilmadim ko'rganmisizlar. Proyektni yaqinlashtiradi, ya'ni kommentariylar ko'payib ketaveradi. Shu anaqa UX UI'chilarning eng katta qo'rqinchi shuda. O'sha uzoqlashtiradi, kamgina kommentariyalar yaqinlashtirsa ko'payib ketaveradi. Ana shu juda qo'rqinchli. Mana sizlarga misol uchun ko'rsataman. Bitta kommentariy turganga o'xshayapti-da. Yaqinlashtirasizlar, ko'payib ketadi. O'sha joylari bor, kommentariyalar. Shu hisoblari olib turib, lekin zo'r jamoaviy ishlash uchun qulay. Bu kommentariy, nima shu narsalar kerak emas пока что. Bular ochib turib bunday ishlatsanglar ko'ra olasizlar o'z narsa. Bizda keyin mana bunaqa narsa bor. Bu nima? Bu sizlarda plugin. Ya'ni boya aytdim sizlarga, Photoshopda o'zining instrumentlari bor, nimada o'zining instrumentlari bor, hamma joyda o'zining instrumentlari bor-da, Figmada yo'q. O'sha Figmadagi instrumentlarning yo'q joylarini sizlar pluginlar bilan olishingiz mumkin. Pullik plugin bor, tekin plugin bor. Misol uchun QR kod generatsiya qiladigan plugin bor, backgroundni olib tashlaydigan pluginlar bor. Olib turib ishlatsanglar bo'ladi. Uni ba'zi birlari tekin, ba'zi birlari pullik. Uning uchun nima qilasizlar? Olib turib, mana bu yerdan yozsanglar bo'ladi. Misol uchun remove back deb yozsak, misol uchun remove mana background degan plugin chiqadi. Bosib turib pluginlarni olib, o'zingizga uстановка qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha pluginlar bo'yicha ketadi. Assetslar ham qidirsanglar bo'ladi. Misol uchun communitydan qidiradi, bu yoqdan qidiradi yoki umuman searchlaringdan qidiradi. Bu yerdan qidirib ko'rib, bu yoqdan ham
balki pulligi yoki tekinni qilishing ham mumkin. Sync up degan qidirsak, qani. Chiqarib beradi. Stillarini olib turib ishlatsang bo'ladi. Bu Assets'dan qidadi ko'proq. Plugin mana bu yoqda o'sha generatsionni tayyor nimalardan olib ishlatishing mumkin. Tushundinglar bu yoqda plugin boshqa narsalarni. Buni tushundinglar, bu rassomlar uchun, bu o'sha UX uchun bu dev modeli. O'sha buni ham tushuntirdim boya sizlarga. Dev modelida shu bu sizlarga tegishli emas, bu razrabochiklar dizayningga kiratdi, ko'rib, qayerda necha santimetr qilish kerak deb kodda kiritib ketaveradi. Okay? Ya'ni yasab o'tirmaydi, hammasi ko'rinadi. Buni boy ko'rsatdimmi, ko'rsatmadimmi? Sразу analiz bo'ladi, menda stillarni, shriftlarni, kodlargacha olsa bo'ladi. Marjinlarini ham mana ko'rsatyapti, o'rtasidagilarni ham, display hamma narsasini ko'rsatadi. Stylelarni kopiya qo'ysang ham bo'ladi. Shu koderchilar shu narsani ishlatadi. Figmadan sayt olib bersangiz deydi. Nima? Praktika uchunmi? Yo'q, просто darsda bitta sayt berasizlar, o'sha saytda o'sha Figmadagi papkasini berasizlar, bizlar shunaqa yasaysiz, birga birga qilasiz. Shunaqa mana hammasini borderlargacha ko'rsatib turibdi mana. Shu uchun ishlatishadi. Xullas shunaqa. Shu bilan darsimiz tugadi. Zapis yoquvdim ish qilib.